meni savolim Xotin-qizlar qo'mitasi vakiliga bo'ladi. Ma'ruzada qayd etilganki, erta nikoh holatlari 2024-yilda 300 ga yaqin bo'lgan va bu 2023-yilga nisbatan 7 baravarga ko'payganligini ko'rsatib turibdi. Buni aytish kerakki, bu borada ishlar qilinyapti albatta. Lekin baribir mana shu nimalar ma'lumotlar ko'rsatib turibdiki, bu ko'proq qizlarni ixtiyorsiz va ularni ixtiyoriga zid va ota-onalar va qarindosh urug'lar bosimi bo'yicha bo'layotganligini, shu bilan birgalikda aytish kerakki, qonunlarimizni biz kuchaytiryapmiz, mahalla tizimi bor va Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyat olib borishyapti. Nima yangiliklar va bu borada qanday ta'sirchan chora ko'rishyapti, qanaqangi takliflar bor? Rahmat. Mukarram Ahmedli marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tazyiq qamalni, hurmatli senatorlar. Haqiqatda ham Gulnor Mahmudova juda ham to'g'ri ta'kidladilar. Bu yil o'tgan yilga nisbatan keskin oshgan erta nikohlarimiz. Bu albatta o'sha mahalla faollarimizni, ijtimoiy himoya xodimlarini o'ymo'y kirib, bu holatlarni yana ham juda ham mas'uliyat bilan yondashib aniqlaganligida ko'rinadi va bu bo'yicha 2024-yil 37-farmon prezidentimiz farmonlari bo'yicha ham bizga o'sha erta nikohlarni barvaqt aniqlash va ota-onalarga belgilangan tartibda chora-tadbirlar ko'rish masalasi qo'yilgan edi. Biz mana shu holat bo'yicha mas'ul tashkilotlar bilan kelishgan holda qonun loyihasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha ish olib bordik va hozir Gulnor Mahmudova juda ham to'g'ri ta'kidladilar. Holatni aniqlaganimizda 70% ota-onalar aynan shu holatning sababchisi ekanligi aniqlandi va 26% ishtirokchi erta turmush qurganini sababini sevgi, muhabbat bilan izohlagan bo'lsa, 3-10-4% homila bilan bog'liq. 1,5% esa o'sha diniy qarashlar bilan bog'liq ekanligi aniqlandi va biz hozir bu bo'yicha Oila kodeksining 15-16 moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha ish olib bordik va tazyiq qamalni o'zingizning ham xabaringiz bor. Bu senat mana qo'mitalar bilan birga ishlayapmiz bu masala bo'yicha va bu masalaga faqatgina targ'ibot ishlari yoki boshqa emas, tizimni ham o'zgartirish kerak deb o'ylayman men, chunki mana bilasizlar, mana shunday holatlar yuz berganda tuman shahar hokimi tomonidan ham bu ruxsat beriladi, mana shunaqa vaziyat ekan deb. Lekin biz hozir Oila kodeksining 15-moddasiga o'zgartirish kirityapmiz. Agar mana shunaqa zarurat bo'lsa, uni juda aniqlagan holda nikoh quruvchilarga arizasiga ko'ra homiladorlik, bola tug'ilishi, voyaga yetmagan shaxsning to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinganda, ko'pi bilan 1 yilga kamaytirish o'sha vakolatini berish. Bundan tashqari